kuchlari Kuban va Adegiyaga kuchli zarba berdi. Rus generalini o'ldirishda ayblangan o'zbekistonlik yigit umrbodga qamaldi. Endi esa batafsil. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatit holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umum quvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklar uchun haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Grenlandiya borasidagi voqealar bizni tashvishga solmaydi. Putin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xavfsizlik kengashi a'zolari bilan o'tkazilgan yig'ilishda AQSh prezidenti Donald Trampning Tinchlik kengashini tuzish tashabbusi Grenlandiya atrofidagi vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Rossiya yetakchisi Grenlandiya masalasiga to'xtalar ekan, bu mavzu Rossiyaga bevosita aloqador emasligini, biroq mamlakat tarixida AQSh bilan hududiy masalalarni hal qilish bo'yicha o'ziga xos tajriba borligini eslatib o'tdi. Grenlandiyaga kelsak, u yerda nima bo'layotgani bizni mutlaqo tashvishga solmaydi. Ammo bizda 19-asrda, adashmasam 1867-yilda Qo'shma Shtatlar bilan shunga o'xshash masalalarni hal qilish tajribasi bo'lgan. Hammamizga ma'lumki, o'shanda Rossiya Alyaskani sotgan. AQSh esa uni bizdan sotib olgan edi, dedi Putin. Prezident o'z nutqida Daniyaning Grenlandiyaga bo'lgan munosabatini tanqid ostiga oldi. Uning so'zlariga ko'ra, Daniya ushbu orolga hamisha mustamlaka sifatida qaragan va u yerda ancha qattiqqo'l, hatto shafqatsiz siyosat yuritgan. Shuningdek, Putin Daniyaning o'z hududlarini AQShga sotish bo'yicha ham tajribasi borligini qayd etdi. 1917-yilda aynan Daniya Virgin orollarini Qo'shma Shtatlarga sotib yuborgan edi. Putin Alyaska savdosini misol qilib keltirgan holda Grenlandiyaning ehtimoliy narxini ham hisoblab chiqdi. Uning aytishicha, 1867-yilda AQSh maydoni taxminan 1,717,000 kvadrat kilometr bo'lgan Alyaskani $7,2 million sotib olgan. Hozirgi inflyatsiyani hisobga olganda bugungi kunda bu summa taxminan $158 million teng bo'lar edi. Orol maydoni Alyaskadan biroz kattaroq, taxminan 2,166,000 kvadrat kilometr. Farq qariyb 450,000 kvadrat kilometrni tashkil etadi, dedi Rossiya prezidenti. Prezidentning xulosasiga ko'ra, agar Alyaska narxi bilan qiyoslansa, bugungi kunda Grenlandiyaning narxi taxminan $200-250 million atrofida bo'ladi. O'z nutqi davomida Rossiya rahbari Trampga G'azo tinchlik kengashiga qo'shilish taklifi uchun minnatdorchilik bildirdi. Uning aytishicha, Tashqi ishlar vazirligi hujjatlarni ko'rib chiqib, strategik hamkorlar bilan maslahatlashgandan so'ng Moskva javob beradi. Biz xalqaro barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan har qanday sa'y-harakatlarni doimo qo'llab-quvvatlaganmiz va bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaymiz, deb qo'shimcha qildi Putin. Rossiya prezidentining ta'kidlashicha, Moskva AQShning avvalgi ma'muriyati davridagi muzlatilgan valyuta zaxiralaridan $1 milliard Tinchlik kengashiga yuborishga tayyor. Qo'shma Shtatlardagi muzlatilgan aktivlarimizning qolgan mablag'lari Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik shartnomasi tuzilgandan so'ng harbiy harakatlar paytida zarar ko'rgan hududlarni tiklash uchun ishlatilishi mumkin, dedi Putin G'azoni nazarda tutib. Sog'lig'ingizni bugunoq nazoratga oling. Qon bosimingizni uyingizdan chiqmasdan aniq va oson o'lchang. Avtomatik davleniya o'lchaydigan tonometr bilakka taqiladi. Tugmani bosasiz, natijasi tayyor. Siz tonometr yordamida yurak urishni ham o'lchashingiz mumkin. Tonometr rus tilida ham ovozli aytib beradi. Bu keksalar va ko'zida muammosi borlar uchun juda qulay. Tonometr ixcham va oson ishlatiladi. Mahsulot narxi 97 ming so'm bo'lib, to'lovni mahsulotni qo'lga olgandan so'ng qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Navbat Ukrainaga. Ukraina qurolli kuchlari Kuban va Adegiyaga kuchli zarba berdi. Krasnodar o'lkasi va Adegiya respublikasi ommaviy hujumga uchradi. Bu haqda Kuban rahbari Veniamin Kondratyev o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Adegiya respublikasining Taxtamukay tumanida hujum oqibatida 13 kishi jabrlandi. Ularning 9 nafari shifoxonaga o'tkazilgan. Jumladan 2 nafar bola ham bor. Ko'p qavatli turar joy binosi va avtomobillar to'xtash joyi zarar ko'rgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 15 ta avtomobil yonib ketgan. 25 ta mashina shikastlangan. Ertalabdan respublika hokimiyati zararni baholash ishlarini boshladi.
tuman miqyosida favqulodda holat rejimi joriy etildi. Kubandagi Afipeyskiy neftni qayta ishlash zavodi hujumga uchragan. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Krasnodar o'lkasi hududi ustida havo mudofaa vositalari tomonidan 7 ta dron urib tushirilgan. Yana 29 ta dron Azov dengizi akvatoriyasi ustida zararsizlantirilgan. Shuningdek, Qora dengiz ustida 7 ta, Qrim osmonida 6 ta dron yo'q qilingan. Krasnodar o'lkasi hududi ustida havo mudofaa vositalari tomonidan samolyot turidagi 45 ta dron yo'q qilingan. Rus generalini o'ldirishda ayblangan o'zbekistonlik yigit umrbodga qamaldi. Rossiyalik general-leytenant Yegor Kirillov va uning yordamchisi Ilya Polikarpovni portlatib o'ldirganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Ahmadjon Qurbonov umrbodga qamaldi. Unga 1 million rubl miqdorida jarima ham belgilandi. Bu haqda RBK muxbiri xabar berdi. Portlovchi moddalarni yetkazib berganlikda ayblangan ozarbayjonlik Robert Safaryan 25 yilga qattiq tartibli koloniyaga hukm qilindi. Ijrochiga uy-joy bergan ingushiyalik Botuxon Tochiyev va Ramazon Padiyev mos ravishda 22 yil va 18 yilga qamaldi. Shuningdek, ular 200 ming rubl miqdorida jarimaga tortildi. Ish bo'yicha ayblanuvchilarga ularning roliga qarab terrorchilik uyushmasini tashkil etish va unda ishtirok etish, terrorchilik harakatlarini tayyorlash, shuningdek portlovchi moddalarni noqonuniy aylanishi va portlovchi qurilma tayyorlash ayblovlari qo'yilgan. Kirillov va uning yordamchisi Ilya Polikarpovni portlatib yuborish 2024-yil 17-dekabr kuni sodir bo'lgan edi. Ular Moskvaning Rizan prospektidagi podyezddan chiqayotganda portlash oqibatida halok bo'lgan. Tergovchilar portlatish moslamasi podyezd yonida turgan samokatga joylashtirilganini aytgan. Kirillovni olib ketish uchun kelgan mashina haydovchisi tirik qolgan. The Wall Street Journal, Reuters va Ukrinform o'z manbalariga tayanib portlashda Ukraina maxsus xizmatlarining ishtiroki haqida xabar bergan. Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbaning BBCga ma'lum qilishicha, Kirillov maxsus operatsiya natijasida harbiy jinoyatchi sifatida yo'q qilingan. Shu bilan birga Ukraina prezidenti ofisi rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak Kiyev terrorchilik usullaridan foydalanmasligini aytgan. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Yegor Kirillovning buyrug'i bilan